Usta, yo'lga chiqaveramiz bo'lmasa? Xolos yo'lga chiqaramiz. Kuzatishda davom etinglar. Aha. Priyamoy o'sha xonadonga kirib, dravkalar ishlatib, videolarni chiroyli qilib Qo'yib beramiz. qo'yib beramiz. Ungacha bittadan like bosib, kuzatib tursalaring. Bitta aksiya qilib bermasiz olmaydi usta. Bo'ldi, aksiya qilib beramiz. Bitta. Qanday aksiya? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Yo'limiz bexatar. Usta, siz kattaroqsiz-da, bitta duo qilib bering. Qani, yo'llaring ochiq bo'lsin, bexatar beshikaz, yaxshi yetkizib kelaveringlar. Allohu akbar. Duosini olib kelinglar. Qayerga ketyapsiz hozir ustaga? Xudo xolasa, Qoratepa qishlog'imizga, yon Hali- qo'shnimizga. Yon qo'shni, jon qo'shni deydi-ku. Xolasa, ishonchda o'zimiz borib olib kelamiz. Tan joni sog' bo'lsin aka. Ketdik bo'lmasam qani? Bozor kanali obunachilari, biz yetib keldik. O'zimizning qo'shni qishloq Qoratepa qishlog'iga akamiz kecha zakaz berib ketganlar. Hozir akamizning fikrlarini ham bilamiz. Undan oldin ishni qoyillataylik-da. O'sha mahsulotlarni chiqarib beraylik. Ustaga. Albatta, hozir mana olib keldik klientimizga. Mana 4 xil nasatkalar bilan. 4 xil nasatkalar. Ustaga ichkariga kiraveraylik, bitta ko'rsatishda boshlaymiz. Bitta ko'rsatib beramiz. Mana keldik. Ketdik. O'zimizning qo'shni qishloq, dalalar. Ba'zilarning g'o'zapayalar ham bor ekan. Yangi g'o'zapayalardan shekilli. Masofaga qiynalmas ekanmiz-da, yetalab ketaverar ekanmiz. Ustaga mashina yoniga ekan o'chirib qo'yaymi? Xo'p. O'zi aka qurilish Kecha ko'rsatib bergan kunida ustaga hormay. salomat bo'ling. Charchamasdan olyapsizmi? Usta, charchamasdan. Salomat. Elektr ishlar bilan barada ekansizda? Ha. Ha, yaxshi. Xo'p, to'klarimiz yaxshimi aka xonadonda? Yaxshi. Akalar, eksklyuziv video bo'lyapti. Hech qanaqa bir tayyorlanmagan, mana. O'zlaring ko'rib tursiz, hech qanaqa tayyorlov yo'q. Akamizni boricha fikrini eshitamiz hozir. Mahsulot haqidagi. Ba'zan keltirib navislar. Aka videoga olaveraymi ichkarini? Mollar keltiribdi. Mana. Bu yerdan chiqayotgan narsalari bu yerga ketarganda, tay g'ishlik. Taydan zak o'tmas ekan-da mollarga g'ishli ekan tay. Qadrli obunachilar, sementdan ko'ra g'ishli variant yaxshi. O'zimiz ham chorva bilan shug'ullanamiz, sementdan ko'ra tagiga zak. Ro'zg'orda mollari bo'lsa, ya'ni uzoqroq muddat turadigan mollar bo'lsa, g'ishli variant eng yaxshi qulay variant. Atroflarini men hozir sovuq qishda ziyon qilmasmikin mollarga? Sovuq basmikin? Ustaga? Sovuq basmikin mollarga? Yo'q. Salamat tashalabsa. Yo'q, mana qishkisi bog'larda. Aytyapman, komfort ekan, komfort. Qishkisiga, qishkisiga. Komfort. Ko'pchiliklar sarafon tortib qo'yishi. Salom. Qadrli do'stlar, Yozyovon tumani Qoratepa qishlog'idamiz. O'zimizni yonimizdagi qishloqlardan. Xo'p, molxonani udan. Bu yerda qishki varianti, o'zi 3 dona mollar bor ekan, ona bor ekan shekilli. Bunisi o'sha yonida hali nima deydi, dam oladigan xonasiga mollarimiz. Ko'kimiz yaxshimi ustaka? Ishlatishni boshladik, qadrli do'stlar. Eksklyuziv video bo'ladi. Ko'kni tutsa ko'rsataymi? Ko'kimiz hozircha 200. Dizi pastroq. Endi Nagusga bergan holatda nechi ko'rsatadi, bu faqat ko'rib o'tamiz. Bo'ldi. Usta boshqarasiz. Setkalari ustiga yondan tusharganda, kattasidan. Eng katta setkasini qo'ydik aka. Eng katta setkasini qo'ydik. Bismillahirrohmanirrohim. Chiqarishni qarang, do'stlar. Maşallah. Sizlar like tugmachasini bosib, kommentariyani yozib turinglar, xudo xolasa qiziq videolar sizlar uchun bo'ladi. Bu qanaqa setkasi aka? Qo'yboq mayin setka. Mayin setkasi. Nagusga berayotgan holatda tushib ketgan. Tashlab bitta kuzatib. Bo'ldi, tushdi. Bunun qirqqa tushib ketyapti. Lekin 140 ham bemalol yaxshi ishlayapti. Tepadan ko'pgina vaqt, 6 kun oldida asfaltni qoldirib qo'yadi. Ustaga men bitta savol. Mana shu bu mana uni kabelda hisobiga bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Kabelimizdan Juda ham uzun ekanda, bu qarang.
chiqargan mahsulotni. Chiqargan mahsulotni bitta ko'ringlar do'stlar. Ustiga bitta ko'rsatib qo'ying. Qo'lga olib. 142 ga ishladi. Men hozir 102 ga ko'rdim. Mayinligi. Mayligi juda zo'r. Xo'p, Juda. endi sal yiriroq varianti bu yoqda qolib ketdi. Tayda qolib ketdi, yiriroq variant. Yiriroq. Endi asl variantini ko'rsataman sizlarga. Mana bular. Buni mushkuni chiqarib olib, mollar ham juda tushunib qoldi shekilli. Yemayapti, yaxshi yeyish bo'lmayapti. O'rinda bir xilgina aytishadi, to'kimiz yaxshi deydi-yu, lekin mana xalastoy holatda ikki suribdi. Bu qachon bilinadi? O't solib, nagruska berilgan holatda ashunda bilinadi. Qachonki nagruskada ham 200 dan tushib ketmayapti, bunda xonadonda to'k zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Agar nagruska berayotganda ash holatda bilinadi, tushib ketayotgan bo'lsa, masalan, o'sha nagruska berganda mana 150 ga 140 gacha bemalol to'k tushib ketyapti. Endi o'shani hisobini olib, tepadan masalan ozroq solib ishlatilsa, hech qanaqa ziyoni bo'lmaydi. Birinchi o'rinda kabelimiz bizniki juda uzunroq. Juda ham uzunlagan. Juda uzun. Hozir 20 metr chiqadi, 20 metr chiqadi. 20 metrcha chiqib qoladi. Mashina masalan, sal qalinroq qilib, alyumin kabel qilib, qalin qilib, o'shanda masalan 5 metr deylik, 5 metr iloji boricha 5 metr. Molxonalari ham mana yaqin ekan. Shunaqa qilib ishlatilsa, tem bo'lib bu alyumin motorligini hisobiga o'shaning uchun past to'kka bemalol hozir ishlayapti. Mis bo'lganda yo'q. O'chardi, kabelda shuni eritib yuboradi. Motorda o'ziga ham ziyon bo'ladi bu. Motorda o'ziga ham ziyon bo'ladi. To'g'ri. Bo'ldi, qilib beramiz, xudo xolasa. Doyo bozor kanali obunachilari ikkinchi akalarimnikiga o'rnatib beryapmiz. Bittasini o'zinikiga, o'zini uyiga, xonadoniga o'rnatdik. Ikkinchisini o'sha yonidagi akalarga o'rnatib berdik. Ikkinchisini ham ishlatib beryapmiz. Qadrli do'stlar, kuzatib Qanday ishlayapti aka? Mana qarang. Narakisini qo'yaylikchi. Setkani. Somon bormi aka? Olib chiqing. Somonni. Va tomga bosib qo'yib somonni o'q aka. Narakisini qo'yaylik. Shularni ham qaranglar. Hop, mana bu. Olib keling aka, somonni. Do'stlar, eksklyuziv video, ya'ni hech qanday tayyorlanmagan video chiqarsizlar, e'tibor bersizlar. E'tibor berib turinglar. Bo'ladi ustaga, bo'ladi. Anonsidan necha olib o'ting? Eskisida. Farqini qaranglar. Bu yerda ancha farq bo'lib ketdi-da. Ha? Mana uni qarang. Yo, bismillah. Buni qarang, maydaligini, mayinligini. Fikr qanday? Ustaga fikringiz qanaqa? Ma'qulmi? Ma'qul. Akalar o'zlarimizga ko'rsatmanglar deydi. Ko'ngildagi narsa bo'lyaptimi? Ko'ngildagi chiqyaptimi? Bo'lyapti. Xo'p, nima bor yana? Nima chiqarib bersin? U chigitni chiqarib bering. Ha, chigit bo'luvdi. Chigitdan bitta chiqarib ko'rsataylik. Chigitda yo'q. Xo'p, qop bormi aka? Qop bor. 50 kilolik bitta qop bering. Vaqt ko'raylikchi. Biz uchun ham eksklyuziv bo'lyapti. Bo'ladi. Bo'ldi. Ana, bu chigit aka. Qarabaqmi deysizmi hali? Yo'q. Birinchi marta chigit chiqarib ko'ryapmiz. Birinchi nima? Ana qolgan bo'laveramiz aka. Oh, mana qarang. Donli mahsulotlar bo'lsa, maysa ochilarda, donli mahsulotlarga. Üstüne bağda yağ çıkıp koymasın, yağ çıkıp koymasın.
Ehtiyot bo'lib turasizlar. Qani hozir natijani birgalikda ko'ramiz. Nima ishlab chiqishni bilmaymiz. Xudo biladi endi. Qadrli do'stlar. Qani? Va xudo biladi endi nima chiqdi. ko'ringki. Mana uni qarang. Qoraytirib Oho. Bu nima? Sigir shunaqa bo'ladi-da. Unaqa bo'ladi. Shulxaga o'xshaydi-da. Sho'rxa bo'lib qoldimi? Nima? Zo'r yem chiqdi. Bunaqa olasan-ku sen. Mana uni qaranglar. Mana mana chigitdi. Mana bu atxundan nomi nima endi buni? Kim biladi? Mana sho'rxa deydimi buni? Buni Chiqarib oldim. Ichida anaqa Eng katta setkami bu? Eng kattasi. akalar hozir mana ishlatib ko'rsatib hammalarini qilib berdik. Xo'p. Ustaga nima gap deysiz endi? hozir mana sinovlardan o'tkazdik. Aha. Don, xullas, mana nima deydi? Chigit. Chigit ham chiqarib Chigitni ham berdik. chiqarib ko'rsatib Aha. berdik. Akalarga somon, chigit hammasini chiqarib ko'rsatib berdik. Aha. Aha. Mana akamiz ko'ryapti. Aka Aka nima deydi? Apparatimiz yaxshi chiqardimi? Yaxshi. ko'ngildami? Turda qilib chiqarib berdik-a. Xo'p, olmoqchi bo'layotganlarga, buni misol uchun sinovimizdan yaxshi o'tmoqchi bo'lib, ya'ni o'ylayotganlarga nima fikr berasiz? Olishsinmi? Olasiz. Olishsin. Akalar bitta duo qilib beringlar.